Vaz 2107 ga qiziqadigan akalarimiz uchun yaxshi holatdagi 07 chiqqan ekan bugun bozorga. 2011-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz. Kraskalari ham tamom holatda turibdi. Salonlarni ham bitta ko'rsataman sizlarga. Sirenalar ham buzilgan yaxshi holatda turibdi. Metan gaz ballonlari bilan mashinamiz. Bagajlar. Hop, bu mashina 2011-yilda ballonlari ham to'rtta yangi ballon taqilgan ekan. Holati yaxshi holatda turibdi. Motor injektor motor. Motorlarida, hadoylarida umuman ishlari yo'q deyishyapti egalari. Motorlari moyam yemaydi, hadoylarida ham umuman kamchiliklari yo'q deb aytishyapti. 2011 dedingizmi buni? Bozor nechta qildi? 2002 ga bermadingiz, ha? Nechta bo'lsa beraverasiz? 3300, ha? Yana ham savdo qilishadi. Oxiri 3300. Telefon nomerini aytingiz? 90lik 175 53 54, ha? Bitta aylantirib ko'rsataman sizlarga.